do'stlar, bu mashinaning hayoti boshqacha bo'ladi-da baribir. Mana Fransiyada Fransiyadaman. Mana Furada ishni davom ettiryapmiz. Multivarka degan narsa chiqqanda mana. Shunday 24 volt yo 12 voltda ishlaydi mana. Nimani qo'yib qo'yganman. Go'shtni pishib yotadi-da, parga pishadi-da, parga. Tushunyapsizlarmi? Parga. Bu tuzlab qo'yilgan bu go'sht. Вообще mazza-da. O'zidan o'zi bir 2 soat 3 soat parda pishsa, uni yesa endi shunaqa. Nima ish qilamiz boshqa? Yeb, ichish. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Shofyorlikda. Bo'yalgan, ana shu o'tlar hammasi kraskada bo'yalgan. Sizlar o'ylayapsizlar, rangi shunaqa deb o'ylayapsizlarmi? Yo'q. May oyi, may. Ey do'stlar,